Assalomu alaykum hammaga. Mani ismim Xosiyat Alayarovna. Men 8 yillik tajribaga ega oilaviy munosabatlar bo'yicha ekspertman. Bugun ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarga taalluqli bo'lgan dolzarb mavzulardan biri onalar nega arazlaydi degan mavzuda sizga ma'lumot bermoqchiman. Ko'p hollarda kuzatamiz, onalar farzandidan arazlaydi va farzandlar bilan hattoki gaplashmay ham yuradi. Buning oqibatida farzandni ichida, ichki olamida o'zida norozilik, o'zini ayblash, o'zini yaxshi ko'rmaslik va hokazo shunga o'xshash kuchli salbiy his-tuyg'ular uyg'onishi mumkin. Va bu farzandni hayotiga, kelajagiga, atrofdagi insonlar bilan munosabatiga, hayotining har bir jabhasiga ham salbiy ta'sir qilishi mumkin. Chunki ona bola bir butun hisoblanadi. Ya'ni onaning muomalasi farzand uchun juda muhim. Shu maqsadda bugun bu mavzuni yoritib berishni ma'qul ko'rdim. Onalar nega farzandidan arazlaydi deydigan bo'lsak, eng avvalo bu arazni tagida "Sen men xohlagandek bo'lmayapsan, mani kutuvlarimga javob bermayapsan, san nazorat qilish oson bo'lmay qoldi" ma'nosida farzandidan arazlab gaplashmay oladi. Bu yerda eng avvalo ona o'zini holatini tushunishga harakat qilish kerak. Nega bunaqa qilyapti? Umuman arazlab gaplashmay o'tirishni qaraydigan bo'lsak, bu birinchi navbatda qurbon pozitsiyasiga mos keladi bu xatti-harakat. Ya'ni o'zini hayotida yashamagan, o'zini har doim oxirgi o'ringa qo'yadigan, qurbon pozitsiyasida bo'lgan baxtsiz onalar farzandidan kutadi. O'sha yoshligida ololmagan baxtni, xursandchilikni va hokazo nimadirlarni farzandidan kutishi mumkin. Хотя бы farzandim meni tushunsin, хотя бы farzandim meni aytganimni qilsin, u bersin menga e'tibor, mehr, pul, hamma narsanida. Mana shu nimada tarzda farzandiga o'zini qurbon, bechora qilib ko'rsatadi va farzandini rahmini keltirishni xohlaydi. Farzandini manipulyatsiya qilish orqali nazorat qilishga harakat qiladi. Ikkinchi tarafdan qaraydigan bo'lsak, kim arazlaydi deydigan bo'lsak, psixologik tarafdan qarasak, bola pozitsiyadagi insonlar arazchi bo'ladi. O'zi araz nimasi, holati maktab yoshigacha bo'lgan bolalarda bo'ladi, agar bilsangiz. Bolalar aytganini qilmasa xarxasha qiladi, yotib yig'laydi, ota-onasidan xafa bo'lib oladi va hokazo. Yoshi ulg'aygan bo'lsa-da, hali ong darajasi ulg'aymagan insonlar bor. 50 yosh bo'lishi mumkin, 60 yosh bo'lishi mumkin. Yosh boladek o'zini farzandidan, atrofdagi insonlardan mehr, e'tibor kutadi va ulardan arazlab oladi. Demak, bu yerda onalarning xatti-harakati bola pozitsiyasiga mos bo'layotganligi uchun farzandiga araz yo'li orqali o'zini tushuntirmoqchi bo'ladi. Yana boshqa tarafdan qaraydigan bo'lsak, onalar farzandini nazorat qilishni yaxshi ko'radi. Hamma narsasini bilishni xohlaydi, katta hayotga qo'yib yuborgisi kelmaydi, nazoratni qo'ldan chiqargisi kelmaganligi sababli mana shu nazorat ostida ushlash maqsadida farzandidan arazlaydi. Farzandidan arazlash orqali uni yana o'ziga bog'lashga harakat qiladi. Yana boshqasi o'zini his-tuyg'ularini tushunmaydi ona, o'zini kechinmalarini tushunmaydi, lekin atrofdagilar uni tushunishni xohlaydi. Aksariyat insonlar shunday bo'ladi. O'z-o'zini tushunmaydi, lekin atrofdagilar uni tushunishni xohlaydi. O'zini o'zi yaxshi ko'rmaydi, lekin atrofdan mehr kutaveradi. O'ziga vaqt ajratmaydi, o'zini qadrlamaydi, lekin atrofdagilar uni qadrlashni xohlayveradi. Bu holatda tushunish kerakki, har bir inson avvalambor o'zini qadrlashi kerak. O'zini hurmat qilishi kerak. O'zi uchun o'zini hayotida qiziqarli bir hobbilari, o'zi shug'ullanadigan narsalar bo'lishi kerak. Ana o'shanda o'zi bilan band bo'lgan paytida hayoti qiziqarli bo'ladi. Ba'zida misol uchun farzandlar ona xohlagandek harakat ham qiladi. Onasini ko'ngliga qarab, nima xohlasa o'sha narsani olib berishi mumkin, sayohatga yuborishi mumkin, sovg'alar berishi mumkin va hokazo yaxshi o'qishga harakat qilishi mumkin. Lekin norozi ona
ba'zi paytlarda norozilikda davom etaveradi. Hech narsadan ko'ngli to'lmaydi. Yana o'sha farzandini qilib turgan xatti-harakatidan yana bir nima kamchiliklar topaveradigan onalar ham bor. Farzandlar bu holatda onasini yuziga qarab, ko'ngliga qarab charchab ham ketadi. Chunki onasini ko'nglini topolmayapti, onasini rozi qilolmayapti. Mana bu narsalar yana farzandda ichki notekislikka olib keladi, ichki norozilikka, aybdorlik hissiga olib keladi. Yana nimasi, bitta tarafi farzand bilan o'sha onani xafagarchiligini, onadagi ichki yig'ilgan emotsiyalar. Misol uchun, turmush o'rtog'i bilan onani o'zi munosabati yaxshi bo'lmagan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam onalar yolg'iz ona bo'lishi mumkin. Yoki katta oilada qaynona-qaynota bilan birga yashashi mumkin. Va mana shu boshqa insonlar bilan bo'lib turgan munosabatlardagi xafagarchilikni ularga namoyish etolmaganligi sababli bu vaqt o'tgandan keyin farzandiga nisbatan ko'rsatilish ehtimoli bor. Chunki biz bilamiz, bosilgan his-tuyg'ular, emotsiyalar bular yuvib ketmaydi. Insonda har doim turadi. Va vaqt o'tgandan keyin boshqa insonga nisbatan bu xunuk tarzda namoyish etilishi mumkin. Shuning uchun onalar mana shu tarafidan o'zini tushunishga harakat qilish kerak. Ya'ni sizni hozirgi farzandingizga qaratilgan munosabatingiz, xafagarchiligingiz aslida bu kimga qaratilgan munosabat? Balkim boshqa insonga qaratilgan arazing'izni siz farzandingizga ko'rsatayotgandirsiz yoki sizni o'zingizni ichingizda o'zingiz tushunmay turgan narsani farzandingiz tushunishini xohlayotgandirsiz. Mana shu narsalar onani arazlashiga olib kelgan bo'lishi mumkin. To'g'ri, ba'zida farzandni xulqida ham o'zgarishlar bordir. Yoki bo'lmasam farzandini xatti-harakati yoqmayotgandir. Haqiqatdan ham noto'g'ri yo'lga kirayotgan bo'lishi mumkin. Onani nuqtai nazaridan. Bu holatda ham arazlash taktikasi yaxshi ish bermaydi. Bir marta arazlashlari mumkin, 2 marta arazlashi mumkin. Keyin bora-bora farzand ham onani o'sha xarakterini bilib bo'lgandan keyin bu munosabat ishlamasligi mumkin. Eng to'g'ri yo'l nima deydigan bo'lsak, eng to'g'ri yo'l har doim gaplashib olish, muloqotni yo'lga qo'yish. His-tuyg'ularimizni ochiqchasiga gaplashish, bir-birini tushunishga harakat qilish. Mana shu narsalar munosabatlarni yaxshilashga yordam beradi. Misol uchun, ona arazlab oldi, farzand uzr so'rayapti. Onajon kechiring, iltimos men bilan gaplashing, gaplashib olaylik deyaptimi? Bu yerda ona o'sha bola pozitsiyadagi yoki qurbon pozitsiyada turib qattiq xafagarchiligini ushlab farzandidan gaplashmayaptimi? Bu boya aytganimdek farzandda salbiy oqibatlarga olib keladi. Va farzandga ham xuddi shu dastur ko'chiriladi. Ya'ni farzand ham onadan o'rganadi. Keyin oila quradigan bo'lsa yoki biror bir o'rtoqlari bilan munosabatga kirishsa, xuddi shu onasi gaplashmagandek, onasini arazdan qo'rqqandek boshqalarni ham ko'nglini olishga harakat qilishi mumkin yoki o'zi boshqalarni xuddi shunaqa manipulyatsiya qilishi mumkin. Chunki bolalar katta bo'lsin, kichkina bo'lsin, ota-onani xatti-harakati orqali munosabatni o'rganadi. Sizni munosabatingiz orqali. Bu yerda inson katta pozitsiyaga o'tish kerak. Katta pozitsiyada to'g'ri muloqot qilishni, to'g'ri eshitishni va farzandini fikrini to'g'ri qabul qilishni o'rganish kerak. Ya'ni ranjish orqali, jerkish orqali emas, mehrini to'g'ri namoyish qilish. Men seni yaxshi ko'rganligim uchun sendan xavotir olyapman yoki senga mana shunaqa his-tuyg'ularim bor. Mana shuning uchun sendan shu narsalarni kutyapman. Bu narsalarni ochiqchasiga gaplashishni o'rganish kerak. Ko'pchilik ochiqchasiga gaplashishni bilmaydi, chunki ularni ham ota-onasi ular bilan gaplashmagan bo'lishi mumkin. Farzand uchun ota-onani qilish kerak bo'lgan eng muhim narsa, vazifasi deydigan bo'lsak, baxtli bo'lish. Ya'ni onani o'zini baxtli bo'lishi muhim.
Chunki ona baxtli bo'lsa, farzandi baxtli bo'ladi. Agar ona baxtsizmi, o'zini baxtsizligini farzandiga ko'chirmaslik kerak. O'zini baxtsizligini farzandida ayblamasligi kerakda, o'zi bilan ishlashi kerak bo'ladi bu joyda. Farzandlar ham mana shu narsani tushunib olishi kerak. Ya'ni agarda o'zida chuqur aybdorlik hissi bo'lsa, o'zidan norozilik bo'lsa, bu onani o'zini xarakteri ekanligini, onaning har bir xatti-harakati har doim ham bolani aybi bilan emasligini anglashi kerak. Va хотя бы farzandi katta pozitsiyasida bo'lib, onasiga to'g'ri mehr, to'g'ri e'tibor, uni farzandni o'zi muloqotga chorlab, sabr-toqat bilan munosabatni to'g'rilasa yaxshi bo'ladi. Yana bitta narsani tushunishimiz kerakki, onalar farzandiga imkon qadar shartsiz munosabatda bo'lishi kerak. Otalar bo'lsa shartli munosabatda bo'ladi. Onalarning shartsiz munosabati farzandni to'g'ri tarbiyalashga yordam beradi. Agar har doim onalar har bir narsada qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, shartli ravishda tarbiyalayotgan bo'lsa, faqat shartlar orqali yaxshi ko'rayotgan bo'lsa, farzandlar ham o'zini katta hayotda faqat shartlilik orqali sevilaman deb tushunadi va o'zlari ham xuddi shunaqa insonlarni shart orqali sevishga o'rganib qoladi. Shuning uchun insonni umuman hayotda har bir insonni o'zini vazifasi bor. Otaning o'zini vazifasi bor, onaning o'zini vazifasi bor, farzandning o'zini vazifasi bor. Har bir insonni o'zining vazifasi bor. Qaynona qaynotani ham o'zining vazifasi, to'g'ri munosabat yo'llari bor. Mana shu narsalarni o'rganish muhim hisoblanadi. Agarda bu munosabatlarni o'rganmaydigan bo'lsak, hamma o'z bilganicha, hamma o'sha o'zini eski ssenariysi bo'yicha yashaydigan bo'lsa, jamiyatga mana shunaqa kelgan, nima deydi, o'zidan noto'kislikni his qiladigan, har doim o'zini aybdorlik hissida his qilib yuradigan, o'ziga ishonmaydigan farzandlarni biz ulg'aytirishimiz mumkin va keyin qayerdan nimaga bunaqa bo'lib qoldi farzandlarim deb onalar afsuslanishi mumkin. Lekin afsuslangan bilan, vaqt o'tgan bilan buni to'g'rilashni imkoni iloji bo'lmasligi mumkin, toki o'sha farzand yoki o'sha ona o'zini o'nglamaguncha. Yana eng muhim narsani tushunishimiz kerakki, atrofdagi insonlar bizani o'zgartira olmaydi yoki bo'lmasam biz atrofdagi insonlarni o'zgartira olmaymiz. Faqatgina biz o'zimiz xohlagandagina, o'zimiz biror narsani anglasak yoki biror narsani tushunsakkina o'zimizni o'zgartira olishimiz mumkin. O'zgarishni ham yana bir nechta yo'llari bor. Chunki bu hayot maktabi hisoblanadi. Biz yoki ilm yo'li orqali ongli ravishda o'zgarishimiz mumkin, xatolarimizni to'g'rilashimiz mumkin yoki bu hayotni o'zini bir sinovlari bo'lishi mumkin va mana shu sinovlar orqali inson ba'zida hayot maktabidagi darslar orqali o'zgarishga majbur bo'ladi. Bugungi sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Azizlarim, agarda sizda ham mana shunga o'xshash ichki kechinmalaringizni tushunmaslik yoki bo'lmasam farzand bilan munosabatingiz yoki onangiz bilan munosabatlaringiz yaxshi bo'lmasa, bemalol menga murojaat qilishingiz mumkin. Men aynan insonni bolalikdagi travmalari va o'zini anglash bo'yicha juda ko'plab insonlar bilan ishlaganman va juda ham ajoyib zo'r natijalarga kelganmiz. O'ylaymanki, siz ham o'z ustingizda ishlasangiz, o'zingizni ko'zlagan niyat va maqsadingizga erishasiz. Har bir oilaga tinchlik, xotirjamlik, har bir insonga ichki baxt hissini his qilishni tilab qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'linglar.